Demak, sizlar bilan mana ozgincha kattalashtirsam, manimcha yaxshi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bitta narsa bor. Faqat bu algebra kasrlar mavzusini o'tgan edik sizlar bilan eslaringizda bo'lsa, o 6-mi, adashmasam 7-mi paragraf edi. Endi xuddi shunga o'xshash-shu, lekin bu algebrik kasrlar, ya'ni algebrik deganda o'sha sonlarning o'rnida faqat bu yerda harflar keladi, ifodalar, ko'p xatlar ko'rinishda keladi. Shuni yaxshilab ishlashni o'rgansak bo'ladi. Shu bilan algebra ifodalar ham tamom. Sizlar bilan endi bu yerda faqat algebra ifodalarni ishlatishimiz mumkin, lekin ularni hisob kitobiga qaytmaymiz. Sababi mana e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi qism, ikkinchi qism qilib eng murakkab ko'rinishi ham hozir mana sizlar bilan ishlayotgan ko'rinishimizda bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam birinchi misoldan o'sha 10-misolgacha kim ishlay olgan bo'lsa, muammo bo'lmagan bo'lsa 0 yuboramiz yokida savol nomerini yuboringlar. Men o'sha misolni sizlarga yana bir marta ishlab ko'rsataman. Ishlaganlar 0 yuboradi, ishlay olmaganlar o'sha nomerni yuborsanglar bo'ladi. Qaysini ishlay olmagan bo'lsanglar, o'sha nomerni yuborsanglar men ishlab ko'rsataman. Demak, parangizda 0. Yaxshi, Diyorbek, Oysha, sizlarda-chi? Ishlay oldinglarmi? Mashida ham 0, yaxshi, молодцы. Yaxshi, demak 10gacha savol yo'q. 10dan 20gacha. 10dan 20gacha. 10dan 20-misolgacha kimda qanday savoli bor? Savol bo'lsa, savol nomeri yoki bir yuborsanglar, demak hammasi ishlagan bo'lasizlar. Demak, parangizda 1. Hammasini ishlabdi, yaxshi, молодцы. Oysha, Diyorbek, sizlarda-chi? Hop, bormi? Savol. Tak, Oyshada 15-savol. 15-ni ko'ramiz. Yaxshi. 15-da qaranglar. Endi eslaringizda bo'lsa, kasrda ham xuddi shunaqa edi. Birinchi mana suratini biz bajarishimiz kerak, keyin uni mahrajiga bo'lishimiz kerak. Chunki mana bu kasr chizig'i bizlarda bo'lishni anglatadi deb sizlar bilan kelishgan edik. Endi birinchi ish, demak, suratni qo'shib olishimiz kerak. Suratdagi ifodani soddalashtirib olishimiz kerak. Qanaqa qilamiz? Mana 1 taqsim a plus b plus 2 taqsim, agar bizda a minus b bo'ladigan bo'lsa, mana bunga nima beramiz demak? A minus b. Bunga esa a plus b. Endi buni yaxshi tomoni nimada desanglar, misol uchun tasavvur qilinglar, agar oddiy kasr bo'lganda ularga eklik topardik, mahraj berishga harakat qilishda shunaqa bo'ladi. Endi algebra ifodalarda a plus b, a minus b, demak bir-biriga ko'payib ketaveradi. U mahraj bir-biriga ko'paygan bo'lib ketaveradi. Shunisi yaxshi. Endi demak suratimizda nima hosil bo'ladi? 1 ko'paygan bo'lsa a minus b plus 2 ko'paygan bo'ladigan bo'lsa a plus b taqsim, demak a plus b a minus b mana. Endi buni demak hisoblaydigan bo'lsak, a minus b plus 2a plus 2b mana taqsim, demak a kvadrat minus b kvadrat, demak teng. Hisoblaydigan bo'lsak, a minus b a minus b plusda 2a plus 2b taqsim a kvadrat minus mana b kvadrat ko'rinishiga kelib qoladi. To'g'rimi? Endi buni soddalashtirsanglar nima bo'ladi? A ga 2a ni qo'shsanglar mana 3a bo'ladi. Plus minus b ga 2b ni qo'shadigan bo'lsanglar, demak b bo'ladi. Taqsim a kvadrat minus b kvadrat ko'rinishiga kelib qoladi. Demak bizda bu birinchi ishimiz. Endi ikkinchi ishimizga ko'ra, mana shu suratdan demak mana shu qiymat chiqdimi? Shuni mahrajga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 3a plus b taqsim a kvadrat minus b kvadratni bo'lishimiz kerak. Demak mana 3a plus b taqsim nimaga? A plus b ga, misol uchun. Ketdi. Bu degani 3a plus b taqsim a kvadrat minus b kvadrat ko'paygan a plus b taqsim nima bo'ladi? 3a plus b bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, suratlaringiz aynan bir xil bo'lganligi uchun qisqarib ketadi.
Demak bu a plus b taqsim mahrajimizda a minus b a plus b bo'ladi. A plus b demak qisqaradigan bo'lsa 1 taqsim mana a minus b ko'rinishiga kelib qoladi. Demak bizda javobimiz 1 taqsim a minus b ko'rinishida bo'lib qoladi. Xo'p, tushunganlar bitta plus qo'yamiz. Kim tushungan bo'lsa bitta plus qo'yamiz. Tushunganlar plus. Farangiz oshcha yaxshi tushundi. Xo'p, 20 gacha boshqa savol yo'q izlanishda. Endi 20 dan 30 gacha. 20 dan 30 gacha. Xo'p, 24-si ekan. Yaxshi, 24 ni ko'ramiz. Yana kimda qaysi savol? 24 ni ko'ramiz, mana belgilab oldim. Yana 27-chi, yaxshi, 27-chi ham yaxshi misol ekan. 27-chini ham mana belgiladim. Yana bormi? Yana 24 или 27. Yana bormi? 24 va 27. Demak, boshqa yo'q. To'g'rimi? Demak, davom etamiz. Endi qanaqa qilamiz? Demak, birinchi ishimiz bunda ham mana bu qavsning ichi bo'ladi. Mana bu ikkinchi ishimiz esa nima bo'ladi? Bo'lish bo'ladi. To'g'rimi? Endi a minus 2 plus a kvadrat taqsim a minus 1 mana. To'g'rimi? Birinchi ishimizga ko'ra. Buni mahraji 1 mi? Demak, bunga nima beramiz? A minus 1 beramiz mana. Demak, bu a ko'paygan a minus 1 minus 2 plus mana a kvadrat taqsim a minus 1 bo'ladi mana. Endi demak bu a ko'paygan a bo'ladigan bo'lsa a kvadrat, a bilan 1 ko'payadigan bo'lsa mana minus a. Endi minus 2 minus a kvadrat taqsim mana a minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? Endi mana bu a kvadratlar qisqarib ketadigan bo'lsa, demak bizda nima chiqadi? Minus a plus 2 taqsim mana a minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? E'tibor bersanglar mana shunaqa narsaga kelib qoldi. Endi ikkinchi tomondan biz mana bu ifodani o'zini birinchi soddalashtiradigan bo'lsak, e'tibor bersanglar, misol uchun bu a kvadrat plus 4a plus 4 surat o'zi qanday formulaga kelib qolgan? Qaranglarchi. Suratimiz o'zi nimaga kelgan? A plus 2 ni mana kvadrati taqsim a minus 1 ili a plus 1 ko'rinishiga kelib qolgan mana. Ko'rdinglar-a? Demak, bu degani minus demak a plus 2 taqsim a minus 1 bo'lingan bo'ladigan bo'lsa, demak bu ko'paytirish bo'ladi. Bo'lishimizda bilasizlar, surat bilan mahrajni o'rni almashadi. Demak, a minus 1 ko'paygan a plus 1 taqsim nimaga teng? A plus 2 ni mana kvadratiga teng. A minus 1 bilan a minus 1 qisqaradi. A plus 2 bilan A plus 2 qisqaradi. Demak, bu yerda minus qoladida A plus 1 taqsim A plus 2 bo'ladi mana. Demak, mana bu ko'rinishda bo'ladi mana. Tushundinglarmi? Tushunganlar bitta plus qoldiramiz. 24-misolni tushunganlar. Tushunmaganlar bemalol mikrofonni yoqib savol berishinglar mumkin. Men javob beraman. Aynan qayerga, nimaga tushunmadinglar? Savol beringlar, chunki mana shu ko'rinishdagi soddalashtirishlarni bemalol ishlay olishinglar kerak. Bunaqa darajadagi soddalashtiringlarga boshqa qaytmaymiz, chunki yangi mavzularni o'tib ketaveramiz. Demak, farangizda plus. Oysha, Abdulaziz, Diyor, sizlarga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa plus qoldiringlar. Tushunmagan bo'lsanglar bemalol savollar berishinglar mumkin. Chunki bu yoqqa faqat praktik darslar bo'ladi mana shunaqa. Nazariyadan ko'ra ko'proq amaliy dars ko'proq bo'ladi. Endi bu yoqqa bor yana bir 2-3 ta nazariy darsimiz bor, keyin ko'psi baribir praktika dars bo'ladi. Faqat misol ishlaymiz. Mana Oyshada plus yaxshi. Endi keyingisiga qarasak, keyingisida ham 27 ham tipi shunga o'xshash. Ya'ni nimadir desa, mana bu birinchi ish, to'g'rimi? Mana bu ikkinchi ish. Ya'ni birinchi ishimizda birinchi biza o'sha qavsning ichini, skobkaning ichini hisoblab olamiz, keyin bu yo'lni bajaramiz. Misol uchun, birinchi ishimizga ko'ra m ni kubi minus
1 plus m'ni 6-si taqsim m kub plus 1 bo'ldi. To'g'rimi? Buni mahrajda demak mana 1 bor. U mahraj beradigan bo'lsak, bunga nima beramiz? M kub plus 1 o'zi. To'g'rimi? Endi m ni kubi ko'paygan m ni kubi plus 1 minus 1 plus m ni 6-si taqsim m ni kubi plus 1 mana. To'g'rimi? Demak, soddalashtiradigan bo'lsak, m ni 6-si plus m kub bu minusimiz bor, ta'sir qiladi. Mana minus 1 minus m ni 6-si taqsim qaranglar, m ni kubi plus 1 bo'ladi mana. M ni 6-si demak mana qisqarib ketadigan bo'lsa, m ni kubi minus 1 taqsim m ni kubi plus 1. Endi buni ko'paytuvchiga ajratsak, demak mana buni 1 ni kubi pastda ham 1 ni kubi desak, m minus 1 taqsim m kvadrat plus m plus 1. Mahrajimizda esa m plus 1 ko'paygan m kvadrat minus m plus 1 bo'lyapti. Tushundinglarmi? Mana shu narsaga kelib qoldik mana. Endi ikkinchi ishimizga ko'ra mana shu m minus 1 ko'paygan m kvadrat plus m plus 1 taqsim m plus 1 ko'paygan m kvadrat minus m plus 1 ni bo'lishimiz kerak mana bu ifodaga, to'g'rimi? Endi bo'lish bo'lganligi uchun ko'paytirish qilsam, bularni o'rnini almashadi. Ya'ni m kvadrat minus m plus 1 mana mahraj deydi, suratga chiqdi. Mahrajimizga esa m kvadrat plus m plus 1 tushdi mana. Demak, mana bu bilan mana bu qisqaradi, bu bilan demak bu qisqaradi. Qisqarib ketadigan bo'lsa, suratimizda demak m minus 1 qoladi, mahrajimizda esa m plus 1 qoladi. Demak, mana bu mana ifodaga kelib qoladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita ish bilan bemalol bularni chiqarsak bo'ladi. Faqat mana bu o'rtada xato qilish mumkin bo'lgan qismlar, mana bu minusni biz mana bu qavs mamli ko'rinishda yozib olmasanglar, minusni mana bunga ta'sir qilishi ko'pchilik unutib qo'yadi-da. Yana plyusligicha qoldirib ketadi. Undan keyin esa soddalashtirib bo'lmay qoladi. Shuning uchun erinmasdan bunaqa misollarni yozishga harakat qilish kerak. Xo'p, tushunganlar, plyus qoldirib yuboringlar. Keyingi misollarga o'tamiz. 30-dan 40-gacha. 30-dan 40-gacha kimda savoli bor? 30-dan 40-gacha. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimada droibni Savol bor? stependa minus bilan bironta tushuntirib bering. Stepen bilan Stependa minuslikmi? Qaysi misol uchun bittasini aytinglar. Mana shuni ko'rib berib, agar siz ishlashga harakat qildingizmi uyda, qarangiz, o'sha qaysisi aynan sizga qiyinchilik tug'dirdi, o'shani ayting, ko'ramiz. 30 mana e'tibor bergan bo'lsanglar, 30dan buyog'i shunaqa ekan, to'g'ri nechigacha? 40gacha. 30dan 40gacha qaysini ko'rsating? 33. 33 na. Yaxshi, mana. 33. Oysha, sizlarda qaysi bo'ldi? Bormi yana? Yana bo'lsa aytinglar, ikkita misol ko'rsataman. 33 hozir mana bittasi 33, bittasi qaysi? Yo hammasini ishladingizlarmi qolganlar? 37. Yaxshi, mana. Ikkitasini belgiladik. Endi qaranglar-da, bunaqa misollarda o'zi aslida biza a ni minus n'inchisi degan eslaringizda bo'lsa, darajani xossalari degan mavzu o'tganimda aytuvdim men. Agar a ni minus n'inchisi degan mana shunaqa stepen kelsa degandim, buni 1 taqsim a ni nechinchisi n'inchisi deb yozasizlar degandim mana. 1 taqsim a ni n'inchisi, misol uchun a ni minus n'inchisi bo'lsa, bu 1 taqsim a ni n'inchisi qilib yozasizlar degandim. Endi qaranglar. Xo'sh, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, a ni minus birinchisi plus b ni minus birinchisi desa, misol uchun mana birinchi qavsim ichida. Buni qanday yozishim kerak? 1 taqsim a ni birinchisi plus 1 taqsim b ni birinchisi-da bu. Tushunyapsizlarmi? Endi bunga demak necha beramiz? Mana bu yerda b ni beramiz, bunisigacha a ni beramiz mana. Shunda bu a plus b taqsim
A b bo'ladi mana. Tushunyapsizmi? Birinchi ish. Ikkinchi ishimiz esa a plus b ni kvadrati minus a kvadrat plus b kvadrat taqsim nimadir a kvadrat minus b kvadrat. Bu yerda hech qanaqa manfiy daraja yoki manfiy stepen yo'q. Shuning uchun buni prost shunchaki a plus b ni kvadratdan foydalanaman deb ochib chiqaman. Mana a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Mana endi mana bu minus ta'sir qilsa minus a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Taqsim a kvadrat minus b kvadrat. A kvadratla ketdi, b kvadratla ketsin. Demak, bizda nima hosil bo'ldi? 2ab taqsim a kvadrat minus b kvadrat ko'rinishi kelib qoldi. Uchinchi ishimizga ko'ra a plus b taqsim ab umnожение bo'lsa, bu 2ab taqsim a kvadrat minus b kvadratni yozaman. A minus b, a plus b deb. A b'lar mana qisqaradi, a plus b'lar mana qisqaradi. Demak, 2 taqsim mana a minus b ko'rinishidagi ifodaga mana kelib qoladi. Xo'p, diyor aytibdi 34 debdi. 34 da ham hech qanaqa muammoli joyi yo'q. Birinchi, mana bu qaranglar, mana umumiy daraja, keyin -1 bor, ha? Aka bunga tegmaymizda, birinchi qavsni ichini soddalashtirib olamiz. Qani soddalashtiramiz? Qaranglar, mana birinchi ish. A ni minus ikkinchisi ko'paygan b plus a b ni minus ikkinchisi, to'g'rimi? Endi qaranglar, a ni minus ikkinchisi desa 1 taqsim a ni kvadrat ko'paygan b deb yozsam bo'ladimi? Mana shu narsani bo'ladi menimcha, to'g'rimi? Hamma tushundi shu yeriga. Keyingisiga ko'ra plus a ko'paygan, endi b ni minus ikkinchisi bo'lsa, buni b 1 taqsim b ni kvadrat deb yozsam bo'ladi menimcha, to'g'rimi? Endi qaranglar, menga nima yetishmayapti? B ni kvadrat yetishmayapti. Bunga nima yetishmayapti? A ni kvadrat yetishmayapti. Agar o'rniga qo'yadigan bo'lsam, qaranglar, b ni kubi plus a ni kubi taqsim a kvadrat b kvadrat kelib qoladi. Lekin e'tibor bersanglar, buni minus birinchi darajasimi? Minus 1 ni vazifasi nima edi? Uni o surati bilan mahrajini o'rnini almashtirish edi. Ya'ni bu degani a kvadrat b kvadrat taqsim a ni kubi plus b ni mana kubi bo'lib qoladi. To'g'rimi? A ni kubi plus mana b ni kubi ko'rinishiga kelib qoladi. Endi ikkinchisiga ko'ra endi biz mahrajni soddalashtirishimiz kerak. Mahrajimizda qaranglar, a ni minus ikkinchisi minus a ni minus birinchisi, b ni minus birinchisi plus b ni minus ikkinchisi, mana to'g'rimi? Endi bu nima degani? 1 taqsim a ni kvadrati minus 1 taqsim a ko'paygan 1 taqsim b plus 1 taqsim mana b ni kvadrati. Mana bu narsani xuddi shunday yozib oldim. Bu mahrajga yo'moqchi bo'lsam, bunga b kvadrat beraman, bunga b, bunga esa a misol uchun. Ya'ni b kvadrat a kvadrat kelishi kerak, shuning uchun a kvadrat bo'ladigan bo'lsa, endi qaranglar, nima hosil bo'ldi bizda? B kvadrat minus b a plus a kvadrat taqsim a kvadrat b kvadrat hosil bo'ldi, to'g'rimi? Endi umumiy ifodaga qarasanglar, yana mana bu minus 1 daraja turibdi bizda. Yana minus 1 daraja turgan bo'lsa, umumiy ifodada yana minus 1. Demak, bu degani a kvadrat b kvadrat taqsim mana b kvadrat minus ab plus mana a kvadrat ko'rinishi kelib qoldi, mana to'g'rimi? Mana demak, endi menda qoida bo'yicha mana suratimdagi ifodani mahrajimdagi ifodaga bo'lishim kerak, to'g'rimi? Bu uchinchi ishim bo'lyapti. Endi men buni bitta yozib olaman. A kvadrat b kvadrat taqsim a kub plus b kub bo'lgani uchun a plus b ko'paygan a kvadrat minus ab plus b kvadrat deb yozsam bo'ladi. Buni ko'paygan, endi bo'lish bo'lgani uchun qaranglar, mana buni surati va mahrajini o'rnidan almashtirib yozib ketaveraman. Ya'ni b kvadrat minus ab plus a kvadrat taqsim a kvadrat b kvadrat mana. E'tibor bersanglar, mana bu bilan mana bu qisqaradi. B kvadrat bilan kvadrat o'rnidan almashtirganda ahamiyatsiz. Baribir plyuslik bo'lib ketaveradi. Bu bilan bu qisqaradi. 1 taqsim nima qoladi? A plus b qoladi mana. Bu bizada uchinchi ish. Endi buni men qaranglar, b ni minus birinchisi deyapti, qaranglar. B ni minus birinchisi taqsim a plus b minus b ni minus birinchisi taqsim a plus b. Demak, mana bu 4-chi bo'lyapti. Aynan
chap va o'ng tomon bir xil bo'lganligi uchun ayirsanglar nima chiqadi? 0 chiqadi. Tushunganlar plus qo'yamiz. Mana shu 34-misol tushunganlar plus qo'yamiz. Mana shu soddalashtiringlardan keyin ketma-ket ishlasanglar, javobi demak chiqadi. Demak, Abdulaziz tushunmadi. Yaxshi, Abdulaziz aynan qayeriga tushunmading? Tushunmagan joyini ayt, man o'sha joyni yana bir marta yoki qayerigacha tushunding? Ikki xil savol. Farqi yo'q. Qayergacha tushunding, qayerga tushunmading? O'shani aytsang, man tushuntirib beraman. Abdulaziz, sen dars ko'p qoldiryapsan. O'shaning uchun darsga doim muntazam kirish kerak. Xo'p, qaysi? 4-ishgacha tushundim, 4-ishga umuman tushunmadim. 4-ishgacha tushunding, to'g'rimi? Mana shuni tushunding, mana shu yergacha? Ha. Endi qara. Ha, 4-ish. Endi qara, bizda mana bu ifodamizni natijasi chiqdi, to'g'rimi? 3-chi bo'lib. Surat alohida, mahraj alohida qildimda, suratni mahrajga bo'lish orqali 3-chi bajardim, to'g'rimi? Endi mana bu yerda mana natija 1 taqsim a plus b chiqdi. Shuni ko'paytirishim kerak ekan, e'tibor bersang, mana b ni minus birinchisiga mana ko'paytirish turibdi, ko'rdingmi? Ha, bo'ldi, tushundim. b ni minus birinchisiga ko'paytirsam, b ni minus birinchisi taqsim a plus b bo'ladi. Mana bungacha bo'lgan narsa, to'g'rimi? Endi shundan ayirib tashlashim kerak. B ni minus birinchisi taqsim a plus b ni. Demak, ayirsak mana 0 chiqyapti. Endi tushundingmi? Ha, tushundim. Yaxshi. Endi 37-chini qaranglar. Yo'q, to'xtaylik. 37-chini hamma o'zi ishlasin qani. Mana ikkita misol ishlab berdim. Menimcha, murakkablik darajasi unaqa oson misol emas. Ikkalasini ham. 37 ni qani bitta hamma o'zi ishlasin. Hamma bitta harakat qilib ko'rsin 37 ga. Qani kimlar ishlab natija chiqaza olayotgan 37 dan? 2 minut vaqt beraman. Undan ko'p vaqt bo'lishi kerak emas. Chiqmasa sira yozinglar. Ko'ramiz. Ishlayotganlar bir qo'yamiz. Kimlar ishlayapti bir. Oysha ishlayapti.
Hop, ishlaganlar. Bir qo'yamiz. Olmaganlar minus qo'yamiz. Ishlatganlar. Daha ham ishlatganlar 2. Yo'q ham bularda chiqmadi. Parangiz ishlayapti. Zarjonda ham minus. Yaxshi, demak, qaranglar, уже 2 ta minus bo'ldi. O'sha bilan Farangizga yana 1 minut beramizmi? Yo, oz qoldimi chiqishiga? Xo'sh. Xo'p, sekin boshlayveramiz. Demak, birinchi nima ish qildik? Mana bu suratni soddalashtirishimiz kerak edi. Ya'ni 1 taqsim x kub yozib olamiz. X ni minus 3-si minus y ni minus 3-si. Birinchi men buni yozib olishim kerak edi. Nima deb? 1 taqsim mana x kub yozishim kerak edi. Mana 1 taqsim mana y kub. To'g'rimi? Endi u mahraj beradigan bo'lsak, nima bo'ladi bunga? Y kub beramiz, bungacha x kub beramiz. Ya'ni y kub minus x kub taqsim x kub y kub qilib bersak bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu narsaga kelib oldik. Endi ikkinchi ishimizga ko'ra biz mana bu suratimizdagi narsani bunga nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak. Ya'ni y minus x mana agar endi y kub x kubku, shuning uchun y kvadrat plus xy plus mana x kvadrat taqsim x kub y kub bo'lingan mana xy plus y kvadrat mana. Endi buni mahrajida bir bor bilasizlar. Nima bo'ladi? Bitta yozib olsam mana y minus x y kvadrat plus xy plus x kvadrat taqsim x kub plus y kub ko'paygan 1 taqsim x kvadrat plus xy plus y kvadrat. Mana bu bilan bu qisqarib ketsa, demak y minus x taqsim x kub plus y kubga kelib qoladi. To'g'rimi mana? Endi shuni ko'paytirishim kerak. Ya'ni 3-ishimga ko'ra ko'paytirishim kerak. Y minus x taqsim xy ni kubi ko'paygan. Bizada bu yerda suratimizda xy ni kvadrati taqsim x minus y turibdi. To'g'rimi? Bu bilan bu qisqarsa, bu yerda bizada xy qoladi mana. Endi bu y minus x, bu x minus y, to'g'rimi? Oshadi. Yo'q, o'sha nimaga oxirida suratingizga x minus y paydo bo'lib qoldi, tushunmay qoldim. Y minus chiqazib olsak, bundan x minus y bo'lib qoladimi va mana bu bilan bu ham qisqaradi. Demak, minus 1 qoladi tepada, mahrajda esa x y qoladi mana. Demak, minus 1 taqsim nima qoladi? X y qoladi. Tushunganlar, plus qo'yamiz. Kim tushundi? Plus qo'yamiz. Tushunganlar, demak plus qo'yamiz. Yaxshi. Minus 1 ni qayerdan chiqardingiz deyapti. Qaranglar. Y minus x bilan x minus y qisqarishi uchun, mana bu qisqarishi uchun men aytdimki, bular aynan bir xil bo'lishi kerak degandim. Bir xil bo'lishligi uchun buni o'rnidan almashtirishimiz kerak. Ya'ni biz y minus x ni o'rniga agar x minus y ni ishlatmoqchi bo'lsak, uni oldiga minus qo'yib olamiz degandim. Oldingi mavzularimizda.
Shuning uchun mana y minus x ni o'rniga minus chiqardimda oltiga, mana x minus y deb bitta yozib oldim. Shuning uchun bu bilan bu qisqarib ketdi-da. Mana minus bo'lgani uchun bu yerda minus 1 qoldi dedim. Oysha, tushunarli bo'ldimi endi? Zo'r. Demak, 40-gacha tushunarli bo'ldi umumiy hisobda. Endi 40 dan nechagacha? 50 gacha. 40 dan 50 gacha yozamiz. 40 dan 50 gacha. 40 dan 50 gacha. Kimda savoli bor? Yozamiz. Savol bu savol nomeri yoki to'g'ri yuboraylik. Qirqdan 50gacha kutyapman bolalar. Yo ishlamadinglar 40 dan 50gacha hali. Ustoz, menda chat ishlamayapti. Chala ishlangan? Chat ishlamayapti. Qayergacha ishladingiz? Bitta yo'q. Qayergacha ishladingiz o'zi? Ular tushunarli bo'ldi menimcha. Xo'p, qaranglar, qaysidan boshlab ko'rib ketamiz? Agar 55 gacha o'zi vazifa bergan ekanim, 55 dan buyog'ini ko'rib ketaveramiz bo'lmasa. Bo'ladimi? Misol uchun, mana o'tgan safar 51 ko'rsatgan ekanim. Misol uchun 52 qanaqa ishlanardi? 53 deylik, 53 qanaqa ishlanardi? Misol uchun mahrajda 1 bor, mahrajda 1 bor, mahrajda 1 bor, ha? Qaranglar, u mahraj bersanglar nima bo'lardi shunda? A, B, S bo'larmidi? Mana bunga B, S berishingiz kerak bo'lardi. Shunda A, B, S minus 4 taqsim B, S. Bunisi esa A, B, S minus 2 taqsim A, S. Bunisi esa A, B, S plus 4 taqsim A, B bo'lardi. To'g'rimi? Endi A, B, S'ni o'rniga 8 ni qo'ysak, mana 8 minus 4 taqsim B, S. 8 minus 2 taqsim A, S. Ko'paygan 8 plus 4 taqsim mana AB. Hisoblaydigan bo'lsak 4, 6, 12 taqsim A, B, S ni nimasi bo'ladi endi bu? Kvadrati bo'ladimi? Xuddi shunaqa, to'g'rimi? Endi ketdi, qaranglar. 4, 6, 12 taqsim A, B, S ni o'rniga 8 ni qo'yadigan bo'lsa, mana 8 ni kvadrati bo'ladi. Demak, 4, 6, 12 bo'lsa, mahrajimizda esa 64 bo'ladi. Mana 4 bilan bu qisqarsa, demak 16 bo'ladi. 12 bilan bu qisqarsa, demak yana 4, 12 bo'lsa, bu 3 bo'ladi. Bu yerda esa 4 qoladi. 6 kere 3'imiz 18, mahrajimizda 4. Bu bilan bu qisqarsa 9 taqsim 2. Demak, natija 4,5 ga teng bo'lar ekan. Mana bunisini ham, mana misol 54 ni ham xuddi shunaqa ishlagan bo'lar deydi. 52 ni ham xuddi shunaqa mahraj berib yuborsanglar, o'zi formulaga tushib qoladi. 55 da endi mahraj berib soddalashtirishlar kerak. 56 ham xuddi shunaqa mahraj berib soddalashtirish kerak bo'ladi. Xo'p. 57 ni ishlab ko'rsataman. Keyin mana bu tipdagi savollarga o'tamiz. Mana 59 dan 62 gacha bo'lgan. 57 da qanaqa bo'ladi? 57 da ham e'tibor bersanglar, xuddi boyagiga o'xshash. Ya'ni, u mahrajimizda 1 bo'lsa, u mahraj berib yuborsanglar, x, y minus 1 taqsim y ni mana kvadrati bo'lib qoladi. Bunisi esa y x minus 1 taqsim x ni mana kvadrat bo'lib qoladi. To'g'rimi? Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi qaranglar. X, y o'rniga minus 1 qo'ysa, minus 1 taqsim y ni mana kvadrati. Bu yoqdan esa minus 1 qo'ysam, yana o'sha minus 1 taqsim x ni mana kvadrati. Bu degani 4 taqsim y kvadrat plus 4 taqsim mana x kvadrat.
Demak, 4 ni olib chiqadigan bo'lsak, x kvadrat plus y kvadrat taqsim mana x y ni kvadrati. 4 ko'paygan mana x kvadrat plus y kvadrat taqsim u yerda -1 ni kvadrat bo'ladi, 1 bo'lib ketadi. Demak, 4 ko'paygan x kvadrat plus y kvadratni hisoblashim kerak bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi mana bu narsani ikkala tomoni kvadratga ko'tarib yuborsam, mana x kvadrat 2xy plus y kvadrat teng 4. X kvadrat plus y kvadrat x y'imiz -1 ga teng bo'lsa, -2 teng 4. X kvadrat plus y kvadrat bo'ladigan bo'lsa, -2 imiz 4 ga qo'shiladigan bo'lsa, demak natijamiz nechi bo'ladi? 6 ga teng bo'ladi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 4 kira 6 bo'lib 24 ga teng chiqadi. Tushundinglarmi? Qani tushungan bo'lsanglar bitta plyus yozinglarchi. Tushunganlar plyus yozamiz. Tushunganlar plyus, tushunmaganlar ham yozinglar. Tushunmagan bo'lsangiz tushunmadim deb yozinglar. Bolalar, vaqt ketkazmaylik. Nimaga bunaqa passivlik qilyapsizlar? Men qarab o'tirman bu yerda chatda kimdir yozarmikan? Tushunmadinglarmi shunda? Nimaga jimsizlarsiz? Allo. Ustoz, menda chat ishlamayapti. Ha, sizda chat ishlamayapti. Yana kimdi? Muammo. No tushundingiz farangiz, to'g'rimi adashmasam? Aha, tushundim. Zo'r. Plyus, Oyshada plyus. Yaxshi, endi ana 58 ni o'zlaringiz mustaqil ishlab qo'yasizlar. Mana bu 59 ni men ko'rsataman. Bu yerda men 60, 61, 62 ni o'zlaringiz uyda mustaqil ishlaysizlar. Xo'p, qaranglar. Bu 59 ga o'xshagan misollarimiz qanaqa bajarilar edi? Qoidasiga ko'ra x kvadrat plus m ko'paygan x minus 8 taqsim bu x minus 2 x plus 2 degan ko'paytuvchiga ajralishi kerak, to'g'rimi? Bu degani mana bu tepadagi ifodam ikkita qavs ko'paytmaga ajralishi kerak edi. X minus 2 ko'paygan x plus 2 bo'lsa, yo'q, misol uchun bunisi x minus 2 bo'lsa, bu bilan bu qisqarib ketishi kerak. Yoki ikkinchi varianti bor. Misol uchun x plus 2 bo'ladigan bo'lsa, x minus 2 ko'paygan x plus 2 bo'lishi kerak. Bu bilan bu qisqarib ketishi kerak. Ya'ni misol shartida shunaqa deyapti. Kasrni qisqaradigan barcha m butun sonlarni toping deyapti. M ni o'rniga qandaydir son qo'yishim kerak edi. Ko'paytuvchiga ajratsam bu x minus 2 ga yokida x plus 2 ga ko'paytuvchiga ajralishi kerak. Endi bundan bitta xulosa qilsak, qaranglar, x kvadrat plus m ko'paygan x plus 8 ni mana kelinglar, birinchi safar x minus 2 ga ko'paytuvchiga ajraldi deylik. Mana bu qavsim ichida nima bor bilmayman. Chunki mana shunaqa bo'lsa, demak aniq mahraji bilan qisqarishi aniq-ku. Endi buning uchun mana shu holatda m ni topishim uchun x o'rniga shunchaki 2 ni qo'yadigan bo'lsam, x o'rniga shunchaki 2 ni qo'yadigan bo'lsam, qaranglar, mana bu o'ng tomonim 2 minus 2 bo'ladida, bu qavsim ichida nima bo'lishidan qat'iy nazar 0 ga teng bo'lib qoladimi? Demak, x o'rniga 2 ni qo'yib 0 ga tenglashtirsam, m ni topib olsam bo'ladi. Ya'ni 4 plus m ko'paygan mana 2 plus 8 teng 0. M ko'paygan 2 minus mana 12 m teng, demak minus nechi bo'lar ekan? 6. Demak bizada m birinchi marta minus 6 bo'lishi kerak. Endi ikkinchi holatimizda agar tasavvur qilaylik, endi bu m minus 2 ga emas, nimaga bo'linsin deb qaraymiz? X plus 2 ga bo'linsin-da, bu yerda allambalo nimadir bo'lsin. Unaqa holatda x ni o'rniga nechini beramiz? Minus 2 ni berishimiz kerak bo'ladi. Shunda bu minus 2 ni kvadrati plus m ko'paygan minus 2 plus 8. Mana bu x o'rniga minus 2 ni qo'ysam, baribir mana bu qismim 0 ga aylanib ketar ekan mana. 4 minus 2m plus 8 teng 0, 2m teng 12 bo'lar ekanda, m teng ne chiqar ekan? 6 chiqar ekan. Demak, m ni o'rnida bizda minus 6 yokida 6. Javob demak minus 6 yoki 6 bo'lishligi kerak ekan. Tushunganlar, qani bitta 5 yuboringlarchi. Ancha tushunish qiyin bo'lmadi. Bemalol mana shunday ko'rinishda ishlab qo'ysanglar bo'lar edi.
Tushundinglar? Молодец, o'sha tushunib. Zo'r. Endi qaranglar. Mana bu 63-misoldan o'xshab, juda ham bu aktual savollardan biri hisoblanadi. 63-misolimiz. Bu yerda nechagacha berilgan ekan? Tak. Ha, 72gacha ekan o'zi, shu bilan tamom ekan. Xo'p, qaranglar. Mana bu tipdagi savollarimiz juda qiziq misollar. Shuni men sizlarga ko'rsataman. Uyda keyin bemalol ishlab qo'yasizlar. Xo'p, qaranglar. Mana shunaqa misol kelsa, bir qarashda murakkabga o'xshaydi, lekin biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Misol uchun mana 2 ko'paygan 3 bo'lsa, mana bularning farqi nimaga teng? Misol uchun mana farqi deganda 3 bilan 2 ni ayirmasi nazarda turilyapti. 3 minus 2 misol uchun 1 ga teng, to'g'rimi? Farqi demak 1 ga teng bo'lsa, endi biz buni nima deb yozamiz? 1 ning o'rniga 3 minus 2 deb yozsam, pastda 2 karra 3 mana. Endi buni yozib olsak 3 taqsim 2 karra 3 minus 2 taqsim 2 karra 3. Shunda mana bu bilan mana bu qisqarsa, bu bilan bu qisqarsa, demak bu 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 deb yozsa bo'lar ekan mana. Tushundinglarmi? Kim mana shu narsaga tushundi? Bitta plyus yozinglar. Agar mana bularning farqi mana bu suratdagi son bilan teng bo'lsa, o'shani biz mana bunaqa ko'rinishda yozsak bo'lar ekan mana 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3. Kim mana shu narsaga tushundi? Tushunganlar bitta plyus yozamiz. Oysha tushundi. Yaxshi, endi tushungan bo'lsanglar, demak mana buni o'rniga nimani yozsam bo'ladimi? 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 yozsam bo'ladimi? Buni o'rniga esa 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 ni yozsam bo'ladimi? Keyingisini o'rniga 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 yozsam bo'ladimi? Plus va hokazo plus 1 taqsim 14 minus 1 taqsim 15, to'g'rimi? Mana bular demak qisqarib ketadigan bo'lsa, demak natija nima bo'ladi? 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 15. Demak mana bu narsani demak biz ishlashimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Endi qisqarib ketishini menimcha hamma tushundi. Bu maraj berib yuborsanglar, bu yerda 15 minus 2 taqsim mana 30. Demak natija 13 taqsim necha? 30 bo'ladi mana. 13 taqsim 30 bo'ladi. Tushunarlimi? Endi mana 64 65 ni xuddi shunaqa ishlaysizlar. Nima uchun xuddi shunaqa deyapman? Sababi mana bu razlitsasi bilan mana bu suratimizdagi son bir xil. Shuning uchun muammo yo'q. Lekin 66 ga qarasanglar, 66-misolga qarasanglar. Mana bu razlitsasi nechiga teng? 3 ga teng, surat esa 1 ga teng. Buni qanaqa qilamiz desa, qaranglar, buni suratini 3 ga olib kelishimiz uchun 1 taqsim 3 ni qavsdan tashqariga chiqazib olsam, qaranglar, mana bularning suratida hammasida nima hosil bo'ladi? Mana 2 ko'paygan 5 plus 3 taqsim 5 ko'paygan 8 mana plus 3 taqsim 8 karra 11 plus itakdagi plus 3 taqsim 197 ko'paygan 200 mana. Nima uchun bunaqa qildim? Agar hammasini suratidan 3 ni olib chiqsam, oldinga 3 chiqadi, mana bu 3 bilan nima qilib ketadi? Сокращение bo'lib, ya'ni qisqarib ketadi. Endi e'tibor bersanglar, mana buni razlitsasi 3, surati esa 3. Demak, men buni qo'rqmasdan mana bunaqa deb yozsam bo'ladi. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8 plus 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 plus va hokazo plus 1 taqsim 197 minus 1 taqsim 200. Endi mana bu narsalarni demak biz qisqartiradigan bo'lsak, nima narsa qoladi bizda desa, mana 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 200 mana. Demak, mana buning ichida 100 beradigan bo'lsak, 1 taqsim 3 100 minus 1 demak 99 taqsim nima bo'ladi? 200 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarsa 33. 33 taqsim 33 taqsim nima bo'ladi? 200 bo'ladi mana. 33 taqsim 200 bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushunganlar qani bitta 6 yuboringlar. 6 ga tushundim deb. Молодцы. Qaranglar. Endi mana buni 67 ni xuddi shunaqa ishlayverasizlar.
Mana bunisida уже qarasanglar razницasi 3, tepada 3, hech qanaqa muammo yo'q. Boyagidek 1/2 minus 1/5 deb yozib ketaverasizlar. Lekin 69 ni qaranglar endi. 69 ga qarasanglar razницasi 3, suratda esa 5. Unaqa holatda nima qilamiz desanglar, 5 taqsim 3 ni olib chiqamiz. Ya'ni suratdagi 5 ni olib chiqamiz. Suratimizda 5 ni o'rniga 3 hosil bo'lishi uchun mahrajni 3 olib chiqamiz. Shunda 1 ko'paygan 4, 3 taqsim 4 ko'paygan 7 plus 3 taqsim 7 ko'paygan 10 plus va hokazo plus 3 taqsim 148 ko'paygan 151 mana. To'g'rimi? 148 ko'paygan 151. Endi bu degani nima degani? Mana 5 taqsim 3 ko'paygan. Mana bu narsani esa 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 10 plus va hokazo plus 1 taqsim 148 minus 1 taqsim 151. Demak, mana bular qisqarib ketadigan bo'lsa, mana nima hosil qoladi shunda bizda? 5 taqsim 3 1 minus 1 taqsim 151. Endi buni ayiradigan bo'lsak, 5 taqsim 3 bu 150 taqsim 151 mi? Bu bilan bu qisqarsa demak 50 bo'ladi. 250 taqsim 151. To'g'rimi? Mana shu holatga kelib qoladi. Tushunganlar bitta plus qo'yinglar. Shu bilan uyga vazifa mana 72-gacha bo'lar ekan. O'sha 40 dan keyin ko'pchilik chala ishladik dedi. O'sha 40 dan boshlab 72-gacha 32 ta misol bor o'zi. O'shalarni bitta повторение ishlab qo'yasizlar. Xo'p, kimda qanday savoli bor bugungi mavzumiz bo'yicha? Imkon qadar bu mavzuni mani maslahatim 2-3 marta повторение qayta ishlaylik. Mayli oson bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham qayta 2-3 marta ishlaylik. Sababi algebraik ifodalarga boshqa qaytmaymizda. Ya'ni bu faqat yangi mavzu ketadi. Mavzularimiz bu yoqqa seryoznilashib boradi. Murakkabroq mavzular bo'lib boradi. Уже sezgan bo'lsanglar kerak, ozgincha qiyinlashdi. Keyingi mavzularimiz ham xuddi shunaqa sekin-sekin, asta-sekin qiyinlashib boraveradi bolalar. O'shaning uchun hozir vaqt bor edi. O'sha 19-paragraf, 16-17-paragraflar bor-ku, qisqa ko'paytirish formulalari. O'shalarni yaxshi yodlab olish kerak, yaxshi tushunib olish kerak. Kerak bo'lsa 2-3 marta boshqatdan ishlash kerak. Mana ayniqsa yakshanba kunlari vaqtlaringiz bo'lgan vaqtda, uyda bo'lgan paytlaringiz ko'proq ishlash kerak. Hozir teng bo'lib yoz, maktab yo'q, sizlarga xalaqit beradigan narsa yo'q. Ko'chada yurayman desanglar issiq. Ko'chada yurib bo'lmaydi hozir misol uchun. Shuning uchun uyda o'tirib kamida kuniga 2 soat, 3 soat dars qilish kerak. O'shanda rezultat bo'ladi. Agar sizlar tez tushunadigan bo'lsanglar, bundan buyog'iga men sekin-sekin bitta mavzu o'tadigan bo'lishim kerak-da. O'shanda tezlashib ketadi programmamiz. Hozir mana o'zi 6 ta yo 7 ta mavzumiz qoldi, 8 tami adashmasam. O'shani o'tsam, bu kitobimiz tugaydi va biz siz bilan 9-gacha bo'lgan programmani bir marta повторение qilib bo'lgan hisoblanamiz. Tushunyapsizlarmi shuni? Xo'p, savollar bo'lsa yozinglar, bo'lmasa darsimizni tugatamiz. Uyda ishlab kelasizlar, men tashlab qo'yaman faylini, video darsni ham tashlab qo'yaman. Повторение ko'ringlar. Vazifalarni bajarib qo'yinglar keyin. Savollar bormi? Savol bo'lmasa yozinglar, savol yo'q deb. Keyin Abdulaziz darsga o'z vaqtida kir. Bitta qaysidir mavzuni o'taman, tushunmay qolasan, shu bilan keyin senga mavzular qiyindek tuyulib qolaveradi. O'shaning uchun dars qoldirma. Dars payti o'zingga belgilab qo'y. Kir har doim. Bolalar, bitta dars qoldirsanglar ham ta'sir qiladi natijaga. O'shaning uchun dars qoldirmanglar. Xo'p. Yaxshi, bo'lmasam keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytgancha bitta narsa aytib qo'ying. Keyingi darsimizda test bo'ladi. Testni bilasizlar, уже mana 3-testimiz bo'ladi. Mana shu 20-paragrafgacha tuzilgan test bo'ladi. Hamma tayyor tursin.
nimalarni, kameralarni yoqasizlar, men o'zim bitta kuzatib turaman. Ishlayapsizlarmi, ko'chirmaysizlarmi, shu narsani kuzatib turaman. Shunga tayyor bo'lib kelinglar. Keyingi darsga kechikmanglar imkon qadar. Bo'pti, sog' bo'linglar, keyingi darsda ko'rishguncha.